Men 8 yoshimda marhum Muhammad Ali qorining huzurlariga berildim. U zot Jalobir qishlog'idan edilar. Bu qishloq bizning joyimizdan 1 kilometr masofada edi. Bir oyda haftiyakni tamom qildim. So'ngra qori domla marhum bo'lib qoldilar. Keyin qiblagohim meni Toshbolta qori domlaga topshirdilar. Bu qori domlada 4 yil davom etdim. Lekin Qur'onni hifz qilishim amrimahol ko'rinar edi. Sababi shul ediki, uy xizmati ham, qori domlaning xizmatlari ham ko'p bo'lib, shu bois yetarli fursat bo'lmas edi. Men qiblagohimga aytdim: "Meni shaharga olib borib bering. Bu joyda qori bo'lishim qiyin" deb. Bu fikr qiblagohimga ham ma'qul bo'ldi. Shahri Qo'qon bizning qishlog'imizdan 8 kilometr masofada joylashgan edi. U davrlarda ko'chalar xarob edi. Odamlar ot, eshak yoki piyoda yurar edilar. Otamning bir otlari bo'lib, eshakdan kattaroq edi. Meni orqalariga mindirib oldilar. 2 kilometr yurgandan so'ng otimiz ko'chadagi ozgina loydan o'tmay to'xtab qoldi. Otam har qancha urinsalar ham yurmadi. Otam tushib yetaklasa ham bo'lmadi. Hayron bo'lib turib qoldik. Nogoh orqadan bir ayolning dod faryod qilgan ovozi eshitildi. Qarasak, biz tomon bir ayol yugurib kelmoqda. Yaqin kelganda ma'lum bo'ldiki, onam ekanlar. Qur'on kitobim esimdan chiqib, uyda qolib ketgan ekan. Onam kitobimni olib orqamizdan yugurib kelayotgan ekanlar. Yetib kelganlaridan keyin behol bo'lib yerga o'tirib qoldilar. Biz Qur'onni olgandan so'ng otini yetaklasak, yurib ketaverdi. Otam aytdilar: "Agar ot to'xtab turmaganida, onang to shahargacha yugurib borar edilar. Xudo rahim qilib, otni to'xtatib qo'ydi."